Assalomu alaykum xalqim, hammangiz uchun to'y bo'lsin deb to'y palov jumushini boshlab atar. Nega kecha bir 4 serial kino qildik, hammaga rahmat. Qancha layklar bosib atar, qancha zatlar, zo'r zatlar yozib atar, hammangiz uchun to'y bo'lsin qilayim. Shu kino chiqarganima, mana bir papam jo'rasi shuning balasidan berib beribdi. 92-yil birov podarkaga bergan ekan, shu to'y palovga to'y deb yozib qo'ygan ekan. To'y palovga podarka deb ne ildiratni yerida bor, ildirib qo'yamiz. Suvenir deb berib shu bolaga, odamlarga shu yaxshiliklar qiluvdan charchamasin deb shu odamga rahmat aytaman. O'zini tushirma dedi, tushirmaydi. Shuning uchun sizlarning uyda to'y bo'lsin, to'y palov jumushlarni boshlayapti. Mineki azam bilan kelyapti. Yigitlar, assalomu alaykum. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Kechana 4 yil kinoga podarka berib ketdi, shu ko'rsating deyapman mineki. Yigitlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Ash bo'lsin, ne xo'jayinning yigitlari do'stlik kolxozmi? Do'stlik kolxozdan kelib, ne to'ylab yurgan ekan, to'y palovga kelik to'ylab yursa ekan deb. Hamma uyda yigitlar qalay ekan, yaxshimi ekan, xizmatlar yaxshimi? Uylaringizda to'y bo'lsin, xalqning uyida to'y bo'lsin, suvimiz ko'p bo'lsin. Hammangiz yaxshi ko'ramiz. Молодец. Sog' bo'ling.